Uyg'urlar boshqalarning aybini ko'rsa, uni oshkorlamay yoshiradi. Sir etsa, sirini saqlaydi. Sirni oshkorlash axloqsizlik deb qaraladi. Hatto undaq odamni ikki yuzlimichi deb qaraydi. Mubada bir kishining ko'rsatishiga tegishlik aybi bo'lsa, uni xalq olamga oshkorlab, uni rasvo qilmay, balki uningga nasihat qilib, tuzitib olishiga yordam bersa, fazilat hisoblanadi. Bir odam bir gunohlik ishni yoshirun qilgan bo'lsa, yana bir odam uni oshkorlashni ravo ko'rsa, u odam gunoh o'tkazgan odamdan gunohda ortiq hisoblanadi. Yana bir tema, kishilarni aplashtirish. Xalqimiz orasida yarashish yaxshi ko'riladi. Buzilish yomon